Assalomu alaykum hurmatli Odob Nazm Navo kanalining ashaddiy muxlislari, aziz YouTube tomoshabinlari, qadrli ota-onalar, aka-ukalar va opa-singillar. Bugun men sizlar bilan g'oyibona uchrashib turganimdan behad xursandman. Bugungi videomizning mavzui savob ish deb nomlanadi. Bugun men savob ish qilayotgan inson haqida so'z yuritaman. Xalqimizda savob ishni ko'p qil, savob ishni kunda qil degan so'zlari bor. Bugun men savob ish qilayotgan Toshkent shahar Hamza tuman Shirinobod mahalla raisi oqsoqoli Abdunazar uka haqida, u kishining bir savob ishlari haqida suhbatlashmoqchiman. O'tgan videolarimdan birida ayrim nobakor kishilar skameykalarni sindirayotganliklari haqida gapirgan edim. Bugungi videomizda esa o'sha sindirilgan skameykalarni tuzayotganlar, ta'mirlayotganlar haqida gapiraman. Mana shu skameykalar joylashgan Qorasuv bo'yi bir muddat qarovsiz qolgan edi. Mana Shirinobod mahalla oqsoqoli tashabbusi bilan rahbarligi ostida singan skameykalar ta'mirlandi va atrofdagi axlatlar tozalandi. Bir ko'rkam dam oladigan maskanga aylantirildi. Men bugun Shirinobod mahallasi raisi Abdunazar uka va ikki svarshik yigitlar skameykalarni ta'mirlayotganlari ustidan chiqib qoldim. Ko'rib juda xursand bo'ldim. Xalqimizning mana shunday Abdunazar ukaga o'xshab savob ishlar qiladigan mahalla raislari borligidan Allohga beadad shukrlar qildim. Skameykalarni mustahkam qilib, temir ugaloklar bilan svarka qilayotganlarni ko'rib xursand bo'ldim. Alloh sizga savob ishlaringiz uchun o'z ajrini bersin.
Alloh sizga sog'lik va salomatlik beraversin. Siz esa savob ishni qilavering. Shu yerda bir she'r tug'ildi. Marhamat tinglab dam oling. Savob. O'zbegim savob ishni sevadi. Savob ish qilgisi kelaveradi. Ho keksa, ho yosh savob qiladi. Goh oshkora, goh pinhona qiladi. Savob qilguvchilarning ko'ngli toza, yuzlaridan yog'ayotgan nuri toza, boshidagi o'y fikri toza, ko'plarga u o'rnak andoza bo'ladi. Savob qilguvchilarning kular yuzi, baxtli hayotdan chaqnar ko'zi, shirinlikda boldan qolmas so'zi, o'z ishidan doim mamnun bo'ladi. Savob ish qilishdan tinmaydi, charchoqni hech bilmaydi, savobdan boshqasini bilmaydi, savob ish desa u kuchga to'ladi. Abdunazar ukam oddiy va kamtar, der birovdan mas Allohdan qaytar, bir mas bir rahmat aytar, shunda ko'nglim nurga to'ladi. Yaxshi yomon kuningda turadi, nima xizmat deb yoningda turar, el tashvishi bilan yurar, o'z ishidan uni ko'ngli to'ladi. Suv bo'lmasa unga keladi, tuk bo'lmasa unga keladi, musul kelmasa ham unga keladi, barini u hal qiladi. Bechoralarga u doim egilar, yetim yesirlarning boshini silar, faqat yaxshilik tilar, niyati amalidan ko'ngli to'ladi. Rahbar ishi biling qiyin bo'lar, dilida doim bir tashvish bo'lar, kecha kunduz el tashvishida yurar, shunday bo'lsa u yaxshi rahbar bo'ladi. Videomiz ham nihoyasiga yetib keldi. Hurmatli tomoshabinlar, keyingi videolarda uchrashguncha sog' salomat bo'linglar. Xayr.